الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz ilgirki saatlik derslerimizde fitnelerinin qalbga bo'lgan ta'siri haqida to'xtalib o'tgan. İnsanın qalbiga fitneler to'g'rilangan chaqda insanın qalbining qardab ketadiganligi va insanın qalbi normal aslidagi sog'lom tabiatidan chiqib ketib, kasal bo'lib qolganligi, hatto o'lib qolganligi haqida to'xtalib o'tdik va qalbga to'g'rilangan fitneler bu shahvat fitnesi va shubuhat fitnesi deb ikki turga bo'linganligi va buningki ta'sirlari haqida to'xtalib o'tdik. Bugungi soatlik darslerimizde to'xtaladigan temamiz inson o'tkazgan gunoh ma'siyatlarning insonning qalbiga qanday ta'sir bo'ladi. İnsan gunoh ma'siyat o'tkazgan chaqda bu gunoh ma'siyatlar insonningki o'y fikr, tasavvur, xiyollarida qalbida qanday o'zgarishlarni paydo qiladi degan temalar haqida to'xtalib o'tamiz. Gunoh ma'siyatlarningki insonning qalbiga ajoyib cho'ng ta'siri bor. Bu gunoh ma'siyatlar insonning qalbiga ham ziyonli va insonning badaniga ham ziyonli. Bu ziyon insonga dunyoda ham ziyon olib keladi, oxiratda ham ziyon olib keladi. Bu gunoh ma'siyatning insonga bo'lgan ziyni dunyoda ham bo'lmaydi. Dunyoda insonning qalbiga va badaniga bo'lsa, oxiratda ham insonga ziyon olib keladi. Mana buning qatoridan inson gunoh o'tkazgan chaqda insonning qalbidagi Alloh tabarak va taoloni ulug'laydigan, kattalaydigan bu ulug'liq ojizlab ketadi. Qachoniki inson gunoh o'tkazsa, insonning qalbida Alloh tabarak va taologa bo'lgan ulug'liq va Alloh subhanahu va taoloni hurmatlash ojizlaydi. Bu ishlarni inson xolisimi, xolimisimi yuz beradi. Chunki inson gunoh o'tkazgandan keyin ixtiyorsiz holatda insonning qalbi qardaydi. Insonning qalbida Alloh sevgisi, Alloh bo'lgan muhabbat, Allohni ulug'lash tadrijiy holatda ojizlab, sustlashishga boshlaydi. Agar haqiqiy Alloh tabarak va taologa bo'lgan hurmat, Allohni ulug'lash insonning qalbida o'rin olgan bo'lsa edi, u banda hargizmi Alloh subhanahu va taologa osiylik qilishga jur'at qilmagan bo'ladi. Bir turkum kishilar shunday deb qilishi mumkin. Meni gunoh ma'siyatga olgan narsa, mening gunoh ma'siyat patiqiga petib qilishimning sababi hargiz bu Allohni ulug'lamaganlikdan, Allohni hurmatlamaganlikdan bo'lgan ish emas. Balki men Allohni kattalayman, ulug'layman, lekin bu meni gunoh qilishimga sabab bo'lgan narsa, men Alloh subhanahu va taologa yaxshi gumon qilib, Alloh meni afu qilibdi, Alloh subhanahu va taolo menga tavba berdi deb mushunda qilib turib qilgan. Hargiz bu mening qalbimdagi Alloh taoloninki ulug'ligining ojizlab qolganligidan emas deb o'zini aqlamoqchi bo'ladi. Bu xato. Bu insonning o'zining xato tushunchasidan iborat. Chunki Alloh subhanahu va taoloning kattaligi, Alloh taoloning ulug'ligi, buyukligi insonning qalbida o'rinlashgan chaqda, insonning qalbida shu buyuklik, kattalik bo'lsa, mana bu insonning qalbidagi Allohni ulug'lash, Alloh subhanahu va taolo cheklagan, harom qilgan narsaga yaqinlashmaslikni taqozo qiladi. Va shu Alloh subhanahu va taoloni hurmatlash, Allohni qo'rqish, Allohni ulug'lash shu inson bilan shu insonning gunohining o'ttirisini to'sab qo'ydigan to'salg'i parda bo'la oladi. Alloh subhanahu va taolo cheklagan harom ishlarga, gunoh ma'siyatlarga jur'at qilgan kishilar Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ravishda ulug'lagan bo'ladi. Ular Alloh subhanahu va taoloni qudratini bilmagan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloninki kuch-qudratini, ulug'ligini bilmagan kishi qandaqsiga Alloh subhanahu va taoloni ulug'lasin? Alloh subhanahu va taoloni ulug'lamagan, Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ravishda Alloh buyurgandek, Alloh kutgandek ravishda kattalamagan kishi qandaqsiga Alloh subhanahu va taolodan hurmat kutadi? Siz Allohni hurmatlamadingiz, Allohni ulug'lamadingiz, Allohni kattalamadingiz. Buning natijasida siz Allohga osiylik qildingiz. Gunoh o'tkazib turib, qandaqsiga siz Alloh subhanahu va taolodan hurmat kutasiz? Siz Allohning buyruqlariga sal qaraysiz. Allohning cheklamalariga sal qaraysiz. Qandaq bo'lib siz Alloh subhanahu va taolodan hurmat kutasiz? Mana bu eng mumkin bo'lmaydigan ish deydi. Va botilning eng ochiq oshkori botili mushu deydi. Bir odamningki o'tkazgan gunoh ma'siyatiga beriladigan jazo
u insonning qalbidan Alloh subhanahu va taoloni ulug'lashdan iborat. Bu ulug'liqninki yo'qolib ketishi mana shu yetido deydi. Va Alloh subhanahu va taoloninki hurmatlarini ulug'lamaslik, Alloh subhanahu va taolo cheklagan narsani yonmaslik, mana bu shu insonninki o'tkazgan gunohiga berilgan jazodir. Demak, inson gunoh o'tkazgan chaqda insonning qalbidan Alloh qo'rqisi, Alloh bo'lgan hurmat, Allohni ulug'lash bu asta-asta ojizlashga boshlaydi ekan. Bu dunyodagi jazo, oxiratda ayrim jazo va gunoh ma'siyatninki insonninki qalbiga bo'lgan ta'sirining qatoridan Alloh subhanahu va taolo gunoh o'tkazgan kishidan Alloh subhanahu va taolo maxluqotlarning qalbidan, ya'ni gunoh o'tkazgan kishilarninki o'tkazgan gunoh ma'siyatining jazolarining qatoridan Alloh subhanahu va taolo u gunoh o'tkazgan kishidan aymindigan bir ayminishni maxluqotlarning qalbidan ko'tarib o'tadi ekan. Shuning bilan maxluqotlar, boshqa insonlar u odamni ko'zga ilmaydigan bo'lib qoladi ekan. Boshqalar u odamni ayminmaydigan, hurmatlamaydigan, taptatmaydigan bo'ladi ekan. Sababi u odam Alloh subhanahu va taolodan ayminmidi. Alloh subhanahu va taoloni hurmatlamadi. Allohning buyruqlarini ijro qilmagandikin, Allohning buyruqlarini ko'zga ilmagandikin, Allohning cheklimalarini ko'zga ilmagandikin, Alloh subhanahu va taolo boshqa maxluqotlarning qalbidan u insonni hurmatlaydigan, hurmatni ilib ekan va u insonni boshqalar hurmatlamaydigan bo'lib qoladi ekan. Banda Alloh subhanahu va taoloni qancha yaxshi ko'rgan siri maxluqotlar u insonni yaxshi ko'radi ekan. Banda Alloh subhanahu va taoloni qancha qo'rqqan siri boshqa kishilarmi u insondan qo'rqadigan bo'ldi ekan. Bir inson Alloh subhanahu va taoloni qancha ulug'lagan siri, hurmatlagan siri insonlarmi u odamni shuncha hurmatlaydigan bo'ladi ekan. Alloh subhanahu va taoloning hurmatlarini buzgan, Alloh taolo harom qilgan narsaga tajovuz qilgan, ya'ni shundoq turuqliq insonlardan hurmat tamo qilish bu qandoq mumkin bo'lsin deydi. Alloh subhanahu va taoloning haqqiga sal qargan odamning haqqiga insonlarmi sal qaraydi ekan. Alloh subhanahu va taologa osiylik qilish bilan Alloh subhanahu va taoloning ko'zga ilmagan kishini qandoqmi maxluqotlar ko'zga ilsin deydi. Ibnul Qayyim Javzi rahimahulloh mana gunoh ma'siyatning insonninki qalbiga bo'lgan ta'sirini mushundoq sharhlab tushuntirdi. Oramizda shundoq bir kishilar bo'ladi. Meni boshqalar hurmatlamaydi, ko'zga ilmaydi, meni hech kim yoqtirmaydi deb shundoq deydi. Buning sababi nima? Buning sababi siz Allohni hurmatlamadingiz, Allohni ulug'lamadingiz, Allohning buyruqlarini ijro qilmadingiz. Allohni ko'zga ilmagandan keyin Alloh subhanahu va taoloning maxluqotlari ham sizni ko'zga ilmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, Jibril chaqirib, "Ey Jibril, men falon bandamni yaxshi ko'raman, sen uni yaxshi ko'rgin" deydi. Jibril boshqa farishtalarga nido qilib aytadiki, Alloh subhanahu va taolo falon bandani yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deydi. U farishtalar zamin ahliga nido qilib aytadiki, Alloh subhanahu va taolo falon bandani yaxshi ko'rdi, sizlar uni yaxshi ko'ringlar deydi. Zamin ahli u odamni yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi. Ya'ni insonlarning qalbiga shu kishini yaxshi ko'radigan bir muhabbat tushidi. Qaysi bir bandani Alloh subhanahu va taolo o'ch ko'rgan bo'lsa, u Jibrilni chaqirib, Jibrilga "Men falon bandani o'ch ko'raman, sen uni o'ch ko'rgin" deydi. Jibril boshqa farishtalarga aytadi, Alloh subhanahu va taolo falon bandani o'ch ko'rdi, sizlar uni o'ch ko'ringlar deydi. U farishtalar zamin ahliga nido qiladi, Alloh subhanahu va taolo falon bandani o'ch ko'rdi, sizlar uni o'ch ko'ringlar deydi. Shuning bilan zamin ahliga u odamni o'ch ko'radigan bir o'chmanlik u kishilarning qalbiga tushadi. Shunga siz boshqalarning sizni yaxshi ko'rishi, boshqalarning sizni hurmatlashi, xalq orasida izzat, hurmat, shon sharaf qozonishni izlasangiz, shuni iroda qilsangiz, buning asli manbasi Allohni yaxshi ko'ring. Allohga ibodat qiling, Allohga taqvolik qiling. Alloh buyrug'ini qiling, Alloh to'sgan cheklinlarni yening. Sizni Alloh yaxshi ko'rdi, ondan kishilar sizni yaxshi ko'rdi. Alloh subhanahu va taolo kishilarning qalbiga sizni yaxshi ko'radigan muhabbatni tashlaydi. Aksicha, siz Allohni yaxshi ko'rmasangiz, Allohning buyruq farmonlarini ijro qilmasangiz, Alloh to'sgan cheklimlarni yonmasangiz, Alloh sizni o'ch ko'rdi, ondan Allohning maxluqotlari kishilar sizni o'ch ko'radigan bo'lib qoladi. Gapning xulosasi shu. Shunga gunoh ma'siyat o'tkazgan kishilarni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Gunoh ma'siyat o'tkazgan kishilar ular jamiyatning dashqonlari bo'ladi. Na ularningki uyda hurmat yo'q, ayol bo'lsa erining oldida hurmat yo'q, er bo'lsa ayolning oldida hurmat yo'q, farzandlar bo'lsa ota-onaning oldida hurmat yo'q.
o'zining do'st birodarlari, qarindoshlarining orasida hurmati bo'lmaydi. Sababi u Alloh subhanahu va taolaning hurmatiga erishaolmagan. Alloh subhanahu va taolaning g'azabiga o'chkirishib uchirganlik uchun kishilar uni tabiiy o'chkirdigan bo'lib qoladi. Mana bu gunoh masiyatning insonning qalbiga bo'lgan ta'sirining qatoridandir. Siz hamma kishilarning sizni izzatlashi, hurmatlashini yaxshi ko'rsangiz, Allohning buyrug'iga chin isiling. Haqiqatga qayting, gunohlardan qo'l yig'ing. Alloh subhanahu va taolo o'zining aziz kitobida gunoh masiyatlarning jazosini bayon qildi. Va ular Alloh subhanahu va taoloni unutganlik uchun Alloh subhanahu va taolo ham ularni unutganligi, ular Alloh subhanahu va taoloning dinini ahonat qilib ko'zga ilmaganlik uchun, Allohning dinini zoya qilib o'tganlik uchun Alloh subhanahu va taolo ularni zoya qilib o'tganligini bayon qilib, mana Qur'on Karim sura Hajning 18-oyatida mundaq deydi: A'udzu billahi minash shaytonir-rajim. Va may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Qandaq bir kishini Alloh subhanahu va taolo xor qiladigan, u kishini hurmatligichi bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bandasiga zulm qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo hech qandaq bandasiga zulm qilib, u bandani xor qilib o'tmaydi. Balki bandalar Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga bo'ysunmay, Allohning buyruqlarini ko'zga ilmay, Allohning cheklimlarini ko'zga ilmay, Allohning buyruqlarini tark etadi, Allohni unutadi, Allohning cheklimlaridan yanmaydi, harom ishlarga jur'at qiladi. Allohni unutgandan keyin Allohmi ularni unutadi. Ular Allohning dinini xorlagandan keyin Alloh subhanahu va taolomi ularni xorlaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo xorlagan kishini hech kim hurmatlamaydi. Alloh subhanahu va taolo hurmat degan kishini hech kim xorlay olmaydi. Mana bu haqiqat. Shunga biz dunyo va oxiratda hurmatga, baxtga erishimiz desak, gunoh masiyatlardan yiroq turishimiz kerak. Gunoh masiyatning, ya'ni insonning qalbiga bo'lgan ta'sirining qatoridan insonning qalbida bir qo'rqinch paydo bo'lib qoladi. Va insonning qalbida bir yolg'izlik, yetimsirash bu holatlar shakllanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo gunoh o'tkazgan kishilarning qalbiga bir qo'rqinch paydo qilib qo'ydi ekan. U odamni siz har qachon qarasangiz qo'qab turgan, ansirab turgan, dukkida turgan shunday holatda ko'rasiz. Chunki toat ibodat degan insonni dunyoning azob uqubatlaridan va oxiratning azob uqubatlaridan saqlab qoldigan qo'rg'on. Musulmonning qo'rg'ini bu toat ibodatlar. Inson dunyoda ma'lum bir yirtqich hayvonlardan saqlanish uchun tomlari puxta, egiz bo'lgan uyning ichiga kirib oladi. Yoki havodagi dushmanlarning bombardimonlaridan salomat qilish uchun yerning ostiga, g'orlarga, xandaklarga, bexatar joylarga kirib oldi. Shu yerga kirib olsa, sirtqi dushmanlarningki ziyonkashligidan, hujumlardan saqlanadi, qalbi xotirjam holatda tura oladi. Mana bu dunyodagi sirtqi ko'rinishdagi bexatarlik. Ham insonning qalbi xotirjam bo'lsin desa, insonning qalbini xotirjam qildigan, insonning qalbini harom topqizadigan narsa dal Alloh tabarak va taoloni zikr qilish, Alloh taologa toat ibodat qilish. Toat ibodatlar Allohning qalbini xotirjam qilgan bo'lsa, dal buning aksicha gunoh ma'siyatlar insonning qalbini parakanda qilib qo'ydi ekan. Gunoh o'tkazgan kishining qalbiga Alloh subhanahu va taolo bir xil qo'rqinch, dakkidukka ansirashlarni solib qo'ydi ekan. Qachon boshqalar uqib qolarmish ishimni? Maxfiy gunoh o'tkazgan kishilar bu uchun qachon oshkorlab qolar? Rasululloh kelsam qanday bo'lar deb shu gunoh o'tkazgan kishi shu gunohlarni yoshirib bo'lolmay har xil amallarni, har xil vositalarni qilib boqadi. Har qachon shu gunohlarning o'tkazgan qilmishlarining, nachar ishlarininki oshkor bo'lib qolishini ansirab, to'xtamay shu o'tkazgan gunohlarini, nachar qilmishlarini yoshirish, yo'gash, maxfiy qilishga to'xtamay tirishidi. Mana uning qalbidan xotirjamlik ko'tarilib ketadi, hamisha qo'rqinch, dakkidukka yolg'izsirashda uning kuni o'tadi. Alloh subhanahu va taologa osi bo'lgan, gunoh o'tkazgan kishining qalbiga bu katta qo'rqinch tushib qoladi. Gunoh o'tkazgan kishi davomli o'zini yolg'izlik his qiladi. Yolg'izsirash. Hamma odam uning qechayotgandek, hamma odam uni tashlayotgandek, ko'zga ilmayotgandek mushna holatda his qiladi. Buning sababi u odam Robbi bilan o'zining o'tirisini yolg'iz qo'yib qo'ydi. Robbi bilan mungdashmidi, Robbi bilan paranglashmidi, Robbi bilan o'zining o'tirisini uzib qo'ygandan keyin Alloh subhanahu va taolomi u inson bilan boshqa kishilarning o'tirisini uzib qo'ydi. Insonning gunohi ko'paygan sari u insonda yolg'izlik shuncha kuchaydi.
turmushning ochig'i u insonda hukm suradi. Chunki eng pok hayot boshqalar bilan unsul ulfat olgan, mungdashgan, paranglashgan, do'stlashgan hayot eng yaxshi hayot bo'lgan bo'lsa, eng ochiq hayot, eng yerginishlik hayot, kishilar unidan qochgan yolg'izlik hayot, mana bu eng xatarlik, eng inson azoblaydigan hayot. Mun ayni vaqtidagi Tabuk g'azotini qilib qolgan 3 sahobini Alloh subhanahu va taolo yolg'izlik bilan jazolagan. Kishilarning orasida yashaydi, lekin kishilar ularga gap qilmaydi, salom qil salom javob qaytarmaydi, mushundaq holatda. Bozorlarga borib, boshqalardan savol so'rasa, gap qilsa, boshqalar gapiga javob bermaydi. Jangdan qilib qolgan, o'tkazgan gunoh ma'siyatning sababidan ular 50 kungacha boshqalar unga gapmi qilmagan, yolg'izsirab shundaq holatda kangri zamin ularga tortiyilgan. Mana bu gunoh ma'siyatning insonga bo'lgan, qalbiga bo'lgan ta'siri. Alloh subhanahu va taolo ularning tavbasini qabul qilgan, afv qilgan. Mana bu tarixdagi bir misol. Bugun kunlikni qaraydigan bo'lsak, gunoh patqiga cho'mib ketayotgan kishilarning do'stlari bo'lmaydi. Haqiqiy sirdosh do'stlari bo'lmaydi. Ular gunohkor kishilarning do'stidir. Gunohkorlar, fosiqlar, shu gunohkor fosiqlar bilan aralashadi. Ular qanday qilsak, gunohni qanday o'tkazamiz, shu haqda maslahat qilishadi va o'tkazgan gunohlarini, yomon qilmishlarini boshqa yaxshi kishilarni qanday yoshirish, oshkor bo'lib qolmaslik uchun qanday vositalarni qo'llanish to'xtamay shu vaqtda o'ylandi va yaxshi kishilarning qishig'i kelsa, dakki-dukkida qo'rqinish yashaydi. Qachon bir rasvochiligim, qachon o'tkazgan gunohlarim oshkor bo'lib qolarki deb to'xtamasdan dakki-dukkida g'am qayg'uning ichida yashaydi. Mana bu gunoh masiyatning insonninki qalbiga bo'lgan ta'sirining qatoridir. Buning asosiy siri nada desa, haqiqiy bir aql odam, aqlli odam gunoh masiyatning lazzati bilan gunoh masiyatdan keyin sodir bo'ladigan qo'rqinch, yolg'izlikning lazzati o'ttirisini bir jinglab ko'rgan bo'lsa edi, shuni bir o'lchalagan bo'lsa edi, albatta o'zining holatining naqadar nachar ekanligini, o'zining katta bir aldinishda shaytonga aldanib qolganligini bilgan bo'ladi. Chunki taat ibodat degan Alloh subhanahu va taologa yaqinlashishni taqozo qilgan bo'lsa, inson taat ibodat qilgan sari Alloh shuncha yaqinlashadi. Allohdan unsul ulfat oladi, mungdishidi, qalbi orom topadi. İnsan günah ötkizgen sire o insan Allah'tan şunca yiroqlashadi. Allah'ın yiroqlashgan sire Allah'ın veli, evliya, taqva bendiler hem o insandan yiroqlashadi. Şu günah masiyat qancha kuchaygan sire o insanninki yolg'izligi shuncha kuchayib mangadi. Mana bu inson keldigan xatarlarning qatorini hisoblanadi. Günah masiyatning insonning qalbiga bo'lgan ta'sirining qatoridan insonninki qalbini o'zining sog'lomligidan o'rutadi. İnsan günah ötkizgen çağda, günah ötkizishdan burun insonning qalbi sog'lom bo'lgan bo'lsa, u inson sog'lom qalb egisi bo'lgan bo'lsa, günah ötkizgandan keyin insonning qalbi o'zining asl sog'lomlik holatlaridan kasal holatga o'tib ketadi. Günah masiyat insonning qalbini kasal qilib qo'ydi. Bu dunyodan bo'lmaydi, buning azobi dunyoda, qabrida va oxiratda bo'ladi. İnson günah ötkizgen kishiga bo'lgan bu azob dunyodan bo'ladi, qabrdan bo'ladi ve ahirettin buludu. O insanın kalbi davamlı sıkılı içi durdu. Kalbi sıkılış, gam kaygı, kokunuş, müşna halette buludu. Mana bu halet günah ötküzgen kişiye bulduğun nersi. Dünyada bundak yaşayan bolsa, kabirde ta ki kıyamet kayın boğan kadar kabirde onunla azap var. Davamlı azapның temini tetiydi. Kıyamet günü boğan çağda ula cehim devzaklarına kirdi. Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de innel ebrara lefi na'im ve innel fuccara lefi cehim. Şek şübhisiz ki yaxşı kişiler naim cennetlerde buludu. Günahkar, fasıklar, facirlar cehim devzaklarda buludu. Deb Allah Teala bunu bayan kılgan. Dördüncüsü günah masiyetinin insanın kalbiga bo'lgan ta'sirining qatoridan o insanın qalb gözünü qarg'u qilib qo'ydi. Yani insan günah o'tkazgan chaqda insonning ko'radigan ma peshonasidagi amaliy ko'zi bu ko'rgan bilan lekin qalb ko'zi qarg'u bo'lib qoladi. Qalbining nuri o'chidi, u insondan ilm nuri to'siladi va u inson hidoyat yo'liga mangolmaydi. Haqni ko'rolmaydi. Uning qalbidagi basirat, haqni ko'rish, haq bilan botilning o'ttirisini ayirishni iborat bu narsa u inson yo'qolib ketadi. Chunki gunoh o'tkazgan kishida farosat bo'lmaydi. Uning farosati kamayib ketadi. Gunoh o'tkazgan sira u inson haq bilan botilni ayirolmaydigan bo'lib qoladi. Gunoh o'tkazgan sira bu insonning qalbidagi bu haqiqat nuri, qalb nuri asta-asta o'chidi,
ojizlaydi, gunoh ma'siyatning qorong'uligi u insonning qalbini qoplaydi. Hatto shunda qoplab u insonning qalbi qop-qorong'u kechiga o'xshash bo'lib qoladi. Mana bu gunoh ma'siyatning insonniki qalbiga bo'lgan ta'siri. Xuloslagan chig'imizda gunoh ma'siyatning insonning qalbiga bo'lgan ta'siri 4 turlik bo'lib, birinchisi inson gunoh o'tkazgan chaqda insonning qalbidagi Alloh subhanahu va taoloni ulug'lash, Allohni hurmatlash bu ojizlab ketadi. Ikkinchisi u insonning qalbiga davomli qo'rqinch tushib qoladi. Inson o'zini yolg'iz suraydigan, davomli yolg'izlik his qiladigan bo'lib qoladi. Uchinchisi gunoh ma'siyat insonning qalbini kasal qilib qo'ydi. İnsanның qalbini o'zining aslidagi sog'lomlik holatidan burutidi. To'rtinchisi gunoh ma'siyat insonning qalb ko'zini qarg'u qilib qo'ydi. İnsanning qalb nurini o'chirib o'tadi. Shunga har birimiz gunoh ma'siyatdan o'tkazib qilishdan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Gunoh o'tkazib qolgan kishilar Alloh subhanahu va taologa darhol tavba qilib, tavba istig'for etish orqali bu qalbninki o'chib ketay deb qolgan nurini qaytadan nurlantirish, yondirish kerak bo'ladi. Qalbini suzuk, pok tutish kerak bo'ladi. Chunki qalbi pok kishilar jannatga kira oladi. Jannat intayin pok o'rin. Jannatga faqat qalbi pok bo'lgan kishilar kira oladi. Qalbi pok bo'lmagan kishilar jannatga kirolmaydi. Jannatga salomat kirishimiz uchun qalbimizni poklash intayin muhimdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizning qalblarimizni poklab bersin, sog'lom qalb egisi qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.